Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun bizda yangi kanal sotuvda 2305 ta obunachi bilan oxirgi 28 kun ichida 2225 ta odam soni qo'shilgan. Tak, kanalimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimiz Shorts kanal. Tak, prosmotrlar va videolar qachon qo'yilgan? Tak, ko'rishinglar mumkin 89 mingta, 44 mingta videolar ishlovsi qachon qo'yilganlari. Sveji kanal do'stlar, prosmotrlari ham sveji. Kanal cho'tga ketyapti, shorts yo'nalishida. Tak, analitika bo'limiga keladigan bo'lsak, oxirgi 28 kun ichida 689 mingta prosmotr bo'libdi. Hozirda prosmotrlar juda ham oshib ketgan. Boya 180 mingta prosmotr edi, 48 soat ichida 192 mingta bo'libdi. Kuniga 100 ming, 50 ming, 90 ming prosmotr. Odam soni qo'shilish jarayoni. Qancha video ko'p qo'yilgan sari odam soni ham shuncha ko'p qo'shilyapti. Kechagi kunning hisobiga 360 ta odam soni qo'shilgan do'stlar. Kuniga 200 ta 300 ta qo'shilyapti. Vaqti esa undan ham ko'p. 48 soat ichida 192 mingta prosmotr. Tak. Ertangi kunning hisobiga ham уже 400 taga yaqin odam soni qo'shiladi. Kuniga 200, 300, 400 ta odam soni qo'shilib boryapti. Videolar rekta yuribdi. 2306 ta odam soni bor. Tak, kanalimizda avtorskiy prava, жалоба, strayk, monetizatsiyaga narушение bunaqa narsalar yo'q. Monetizatsiya bo'limiga keladigan bo'lsak, do'stlar, 4000 soat ham 10 million prosmotr yig'ilmagan 90 kun ichida. Tak, 4000 soat yig'salaring yoki shorts videolaring orqali 90 kun ichida 100 million yig'salaring, bemalol monetizatsiyasini yopsalaring bo'ladi. Kanalimiz narxi juda arzon, 299 ming so'm narx qo'yapmiz. 299 ming so'm. Juda ham arzon narx, lekin kanalimiz juda zo'r. Shoshilib qolinglar, kimgadir qiziq bo'lsa 93lik 091 5665 yoki Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.